Dinamikka oid va kanatga oid masala berilgan. Demak, bu kanatning boshlanish joyi, harakat bu tugash joyi hisoblanadi. Demak, masala berilgan. Kanat harakatni boshlagan joyda nisbiy namlik 60% edi. Havo tarkibida 10,2 gram suv bug'i bor edi degan masala sharti berilgan edi. Endi biz bu yerda harorat topishimiz kerak. Haroratni qanday topamiz? Dastlab biz 100% da qancha suv bug'i borligini topishimiz kerak. Bu uchun javobi 17 gram bo'ladi. Biz bilamizki 17 gram bo'lishi uchun havo harorati 20 gradus Selsiy bo'lishi kerak. Demak, bu yerda kanat boshlangan joyda havo harorati +20 gradus Selsiy. Endi kanat to'xtadi. To'xtagan joyda nisbiy namlik 40%, 3,6 gram suv bug'i bor. Biz 100% da qancha suv bug'i borligini topishimiz kerak. Bu uchun javobi 9 gram bo'ladi. Biz bilamizki, havo harorati 9 gram bo'lishi uchun havo harorati 10 gradus Selsiy bo'lishi kerak. Faqatgina 10 gradus Selsiydagina 9 gram suv bug'i bo'ladi. Demak, bu 10 gradus Selsiy. Endi orasidagi haroratlarni ayiramiz. Demak, 20 gradusdan ayiramiz, 10 gradusni ayiramiz. Demak, 10 gradus qoladi. Biz bilamizki, har 1000 metrda harorat 6 gradusga pasayadi minusda. 10 gradus Selsiyda qanchaga pasayadi degan proporsiya qilamiz. Bunda 10 ni 1000 ga ko'paytiramiz va 6 ga bo'lamiz. Demak, kasr chizig'i 10 gradus ko'paytirilgan 1000 metr va 6 gradus Selsiy. Selsiyda o'z-o'zidan qisqarib ketadi va javobi 1660,6 metr bo'ladi. Uni butungacha yaxlitlang degan edi milliy sertifikatda. Javobi 1667 metr bo'lar edi. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Buni yaqin tanishga tashlab qo'yinglar.